Salam kiçik dostlar. Mən Aqilə Uyğur. Bugün Ormanlıqdakı Oyunlar degan kitabның davamını oxuyuram. 5-ci bab. Quşlar Məhəlləsi. Quşlar Məhəlləsi ormanlıqның ən gözəl, ən baraqsan yerdə olub, bu yerdə can-dikan quşlar eciliğine yaşayırdı. Rəngarəng güllərinin tarqatqan xuşburaqları damaqlarga urulub adamını çeksiz huzurlandırırdı. Quşlar Məhəlləsi anca yıraq bolmağaçqa tusuqlar toşqanlarının yol başlaşı bilan çığır yol arqılıq ketib atırdı. Gülzüba bilan Dilrabanı texicə qorxunç besib turvatqaçqa tusuqның qolunu çın tutub yepişib ketib atırdı. Müşük Gülzüba bilan Dilrabaga bir nimələrini dep miyanglaydı. Biroq ular onun nimdə atqanlığını faqat düşünəlmədi. Kök toşqan bilan seriq toşqan bir-biri bilan bəsləşkəndək toxtumay çağıldab sözləydi. Quşlar Məhəlləsində qançılıq quşlarının barlığını bilməkdəz. O yerdəki quşlar adamlarını bək yaxşı gördü. Toz bilan Aqu usulunu şundaq çıraylı oynaydı. Usulun tozunu ögənsənlər boldu. O qantını kiyirdiğən bolsa xuddi bir toz Aqu'dək usul oynayalmaydı. Kök toşqan seriq toşqanın gepini tartıb aldı. Sizlər usulunu tozdan emas Aqu'dan ögəninglər. Aqu usulunu şundaq çıraylı oynaydı ki, ular bəs bilan bir-biriga gap bermay çövrülüşüb ketdi. Ularını Seğizxan kütüb aldı. Xoş gəpsizlər mehmanlar. Seğizxanның yangraq avazını anlayan müşük toşqan və tusuqlar Seğizxanğa salam qıldı. Biroq Gülzüba bilan Dilraba Seğizxanның şaraxışıb sayrığanıdan başqa heç nəmini düşünmədi. Biz tozadımız və Aqu qızını izləb gəlgən idik. Seriq toşqan mulayimlik bilan şundaq dedi. Hə, ondaq bolsa mənlər mənizlərini aldı bilan tozunun ondaq bolsa mənlər mənizlərini aldı bilan tozunun yeniğa başlap baray. Onlar Seğizxanның yol başlışı bilan güzarlıq yollardan ötüb tozunun öyüge bardı. Assalamu aleykum tozada. Pusuq tozga salam qaldı. Və aleykum assalam. Toz edib yüzüsüdünlə ağzına uçudu salam qılıb qoydu. Bunlar sizni alaydı izləb gəpdi. Sizdən yardım soraydığın işi barkən Seğizxan şundaq dep qoyub özünü yoluğa getdi. Güllərə suçaşqan boluvelib, onların öyüge keringlər. Toz güllərə suçaşqan boluvelib, onlarını öyüge keringlər bu demək adatdı. Tozun adabsizlikini görüb seriq toşqanның ucu da açıq gəldi. Şunu o atayın avazını qattiqroq çıxarıb, bu mehmanlarını şıraqan qışınızı əvətdi, bək aldıraş bolsanız ketib dursaq mı boludu, dedi. Şirinin etini anlab toz pozisiyonu dərhal özgərtdi. Hər şıraqan əvətkəndən qeni mehmanlar mərhəmət, mən texi yolvasının elçiləri oxşaydı dep qapdı mən. Qeni öyüge kiranlar qandaq geplərini öyüge kirib, qalğan geplərini öyüge kirib deyişəyli. Tozunun qızğan muamiləsi tusuqunu xuşal qılıb etdi. Gülzüba bilan Dilraba onlarının öz ara bir nimələrini deyişib atqanlığını görgən bolsunmu, amma nim deyişkənligini faqat biləlmədi.
İsmim Tursuncan. Hem munda xil daviri tusuq. Men bu yerga burun köp kelgan, balkim siz meni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bu ikkisi mening sing'illarim. Yaqinda bolalar bayramimiz kelmoqchi. Biz usul tayyorlayotgan. Şuna sizni bularga usulü gidip koyarmikin deb aldığınızga kelishimiz. Sizni avar qilishga haddimiz emas edi. Şiralileri topshirig'i bilan kelishimiz. Toz Gülzüba bilan Dilrabaga muloyimlik bilan qarab qo'ygandan keyin so'radi. Sing'illaringiz gapimni tushunarmi? Qizchaqlar, sizlar gapimni tushunadimsizlar? Tusuq shu chaqda sing'illarining bu to'shqanlardan başqalarının sözünü bilmeydiganligini bildi. Bu ormanlıqning shundoq bir alayidiligi bor edi. Ormanlıqqa kelgan bola tunji qitim qaysi hayvonni ko'rsa, shuning bilan da so'zlasholmaydi ekan. Boshqalari bilan so'zlasholmaydi ekan. Shunga Gulzuba bilan Dilraba ko'k to'shqan bilan seriq to'shqanning tilini bilgan bilan boshqa hayvonlarning tilini bilmaydi ekan. Tusuq bu ormanlıqqa tunji qitim kelgan vaqtni esladi. Tusuq 2 yil oldidagi yozlik ta'tilda o'yinning keyini kirib bu ormanlıqqa kelib qolgan edi. Heliqi otliqqa kelganda aldığa tuyuqsiz bir hayvatlik yo'lbars paydo bo'ldi. Assalomu alaykum Tursunjan, xush kelibsiz. Yo'lbarsning xuddi odamlardek salmoq ovozda so'zlaganini anglagan Tusuq xeyli uzungacha bir nima deyolmay turgan, birdan ketib qolgan edi. Shundoq bo'lsam, uni salom qaytarmay bo'lmaydi. Va alaykum assalom yo'lbars aka. Shu chog'da Tusuqqa yo'lbarsni qandoq atash xeyli tez kelgan edi. Tusuq yo'lbarsni burun dadasi bilan shaharga kirganda hayvonot bog'chasidan, kino va televizorlardan boshqa yerlarda ko'rib boqmagan edi. Uning nazarida yo'lbars mard va botir edi. Shunga u yo'lbarsga yaqinlashdi. Yo'lbars aka, sizni izlab yurdim, ajab yaxshi uchrab qoldingiz. Anglasam, sizda hamma hayvonlarning tilini bildiradigan bir narsa bor ekan. Shu narsani menga bergan bo'lsangiz, ormanlikdagi barliq hayvonlarning tilini bilish orzuyimga yetgan bo'lardim. Menda u mevadan bir talla bor, shirda 2 tal bor. Meninkidagini sizga beraman deb yurgili xeyli uzun bo'lgan. Yo'lbars Tusuqqa oltindek parqirab turadigan mevani bergan edi. Buni chaynamay yutib etdim. Tusuq mevani og'ziga solgan edi. Tezli erib ketdi. Ana shundan keyin u hamma hayvonlarning tilini biladigan bo'lgan edi. To'g'ri, haliqi 2 tal oltin rangdagi meva shirda davatgan. Mushu fursatdan foydalanib u 2 tal mevani sing'illarimga yegizib o'tay. Ularmi mendek hayvonlar bilan so'zlasholmaydigan bo'lsin. Tusuq shundoq o'yladi-da, mushukni bir tarafga tortib unog'i pichirladi. Mushuk beshini lang'ishtirib shirning yoniga ushqandek yugurib ketdi. Mushuk shirning yoniga qandoq tez borgan bo'lsa, yana shundoq tez qaytib keldi. U qiyriqizning yopirmog'iga o'ralgan mevani akelgan edi. Tusuq yopirmoqni ichib, unidan 2 tal oltin rang mevani
Gülzuba bilan Dilrabaga suundi. Qani buni bir-biringlar birdan yeytinglar. Anda sizlar mendek hayvonlarning tilini bilalaysizlar. Gülzuba bilan Dilraba meni og'ziga silishdi. Quloqlari pang'ada etilib ketgandek atrofdagi hayvonlarning paranglarini aniq angladi. Daraxtlarga qo'nib olgan qushlar to'xtamay naqsha aytishatdi. To'z xuddi san'at o'qituvchilaridek muloyimlik bilan so'zlayotdi. Ha qizchalar, endi gapimni anglay oldinglarmi? Angladik. Gülzuba bilan Dilraba tang javob berdi. Yaxshi, bugundan boshlab men sizlarga usul o'rgataman. O'rmonlikqa kunda kelib bo'lolmaysizlar, shunga ishinglarni oson qilay. To'z ularga bir taldan payini bergandan keyin gapini davomlashtirdi. Bekor bo'lgan chaqlarda hoylanglarning odam kelmaydigan yeriga kelib, bu payni 3 qatam pullasanglar, men paydo bo'laman. Ondan sizlarga akanglar çalğan dapnağmasiga tankash qilib usul o'rgataman. Rahmat sizga, biz cho'qim degandek qilamiz. Ular To'z bilan xo'shlashib Aquning uyiga keldi. Aqu ularning shiravatga mehmonlar ekanligini bilib qizg'in kutib oldi. Ha, xush kelibsizlar mehmonlar, men sizlarning kelganinglarni oldin bilgan edim. Aslida To'z usul o'rgatganlarni qarshi olmaydim. Sir oliylarining topshirig'iga bo'ysunmasam bo'lmaydi. Yana kelib bu qizlar hurmatli Tursunjonning singillari ekan emasmi? Sizlar oldi bilan To'znikiga berib, ondan menga kelganinglar nimasi? Bu men ko'zga ilmaganlar emasmi? Aquning To'z bilan koni adovati bo'lg'achqa hadab To'zni so'kishga boshladi. U quyruqlarini tiqib, qanotlarini yeyishdan boshqa nimani qila oladi? Ya ucharmasa, ya ko'lga qo'nolmaydigan shu To'zni cho'ng ko'rib ketganinglar qiziq-ku. Siz boshqacha o'ylab qolmang. To'zning uyi yo'l ustida bo'lg'achqa avval uninkiga kirishga to'g'ri keldi. Bular mening qo'shmaq singillarim Gülzubaga qo'shmaq singillarim. To'z Gülzubaga o'rgatadi, Dilrabaga siz o'rgatasiz emasmi? Shunga bu yerda talashqidek ish yo'q. Tusug'ning gapini anglagan Aqu qaysinglar Dilraba degandek qarab qo'ydi. Sazgur Dilraba mana men degandek qo'lni ko'tarib qo'ydi. Aqu qizlarga bir taldan payini berib, lozim bo'lganda pullashni topildi. Tusuq singillari Aquning uydan chiqib qushlar mahallasini sayohat qildi. Bu yerda qizlar ilgari ko'rib boqmagan har xil qushlar bor edi. Ba'zilari qo'g'lashmoq o'ynashsa, ba'zilari shoxlarda qator tizilib naqsha aytishyotdi. Bu manzarani ko'rib hangiqib qolgan Gülzuba bilan Dilraba o'ngimizmi, tushimizmi degandek yuzlarini chimdaydi. Bulbulga o'xshab ketadigan chiroyli bir qush tusuqlarga atab yomorlik qo'shiq aytdi. Yerda menga yurgani quyruqi yo'q maymunmi? Avi ko'zi parqiraq mushukmi yo mo'linmi? Yetilab yurgan ularni maymunsimon tusuqmi? Kapsizlarga qop-quruq, bizga bir taldan yo'qmi? Tusuq va uning singillari bu qo'shiqni anglab qaqahlab kulib ketdi. Qo'shiqchi deb qo'ysa, mehmonlarga adabsizlik qilma deb seg'izxin hiliqi qushqa olib, qush purrida uchib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tusuqlar shirning yoniga berib, uningga rahmat aytgandek keyin
Yeva atqa minib mahalliga qaytdi. Gülzuba bilan Dilraba hayajonga bosilmay, bas-bas bilan opasiga bizga toz bilan aqu uslugitadigan bo'ldi dedi. Apasi qaqahlab kulib ketdi.